Inson yaxshiyam inson bo'lib yaralgan ekan. Inson degani unutuvchi degani-ku. Yaxshiyam insonda unutish, esdan chiqarish degan sifatlar bor. Agarda insonda unutish, esdan chiqarish degan narsa bo'lmagan deydi, insonni o'tmishi tugatgan bo'lardi. O'shaning uchun insonni unutuvchiligi insonga eng foydali bo'lgan sifati. Shu bilan birga unutuvchiligi insonga eng katta zarar beradigan sifat. Inson insonligini unutib qo'yib, hayvon darajasiga tushib qoldi-yu mana. O'shaning uchun ham insonni unutuvchiligi unga eng katta foyda beradigan sifati va unga eng katta zarar beradigan sifat. Buni foyda yoki zarar o'rniga qo'yadigan, unutuvchiligidan to'g'ri foydalanib va unutuvchiligidan ehtiyot bo'lishi insonning o'ziga bog'liq. Inson o'zini unutuvchiligidan to'g'ri foydalanib, o'sha unutuvchiligidan ehtiyot bo'lish o'rnini bilsa, to'g'ri foydalangan bo'ladi. Haqiqatan ham o'ylab qarasangiz, insonning unutuvchiligi borki, yashab yuradi inson. Qancha sizga qilingan ishlar, qancha zulmlar, qancha haqsizliklar. Mana shularni inson esdan chiqaradi. Vaqt o'tishi bilan esdan chiqadi bu narsa. Esdan chiqmaydigan hech narsa yo'q hayotda. Shuning uchun ham insonga eng katta foyda beradigan sifati bu unutuvchiligi. Shu bilan birga eng katta zarar beradigan sifati ham bu unutuvchiligi.